Assalomu alaykum axir. Yaxshimisizlar? Bugun teplitsalar hamma joyini yopib, yerda ag'darib, hammasini tayyorlab qo'ydik. Ichkariga oltin gugurtni tutatdik. Cho'g' bilan. Çok olacak, ko'mir ustiga oltin gugurtni serib qo'yib, shishga olib qo'yib, qo'yib, tutab, o'sha boyagi narsa o'zi boryapti. Kerakli joyga. Dezinfeksiya qilyapmiz oltin gugurt bilan. Bunaqaganda. Hozir meva sepdik. Ko'rgan bo'lsangiz, mana meva sochib chiqdik. Hasharotlarni o'ldirish uchun har qanaqa kerak emas narsalarni o'ldirish uchun. Yana ustini har tarafini yopib qo'ydik. Ichkari 80-100 gradusga chiqib ketdi. Ichkari bayna.